Assalomu alaykum Uzabekars kuzatuvchilari. Mana 2025-yil 9-mart yakshanba Chortoq yo'li Hasanobod mashina bozoridamiz. Beyda ham biz bormiz. Ha, bilamizki biz haqimizda yaxshigina ma'lumotga egasiz. Orientirimiz haqida. Bizi Namangan shahar Chorsu 15-maktab yonida ham bir ofisimiz bor, joyimiz bor, ikkita tochkamiz bor, bir emas, etda. Bozorda ham bizi bir emas, ikkita tochkamiz bor. Biz mashinalarimiz haqida bugun tanishib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin bizga podpisatsiya, like va ulashishni esdan chiqmasin. Unda boshladik videoni. Bizi tochka, bizi avtomobillar bozordan kirish joyida o'sha o'ng qo'ldagi Naves. Okalar, birinchi mashinamiz qora Gentra, bizga Komil akam Uzabekars'ı mutaxassisi tanishtiradilar. Gentra nechinchi yil aka? 2023-yil top toza kraskasi 27 ming yurgan. Tonirovkaga ruxsati bor. Hop, metan gazi bor, 4 ta baloni yangi. 4 ta balonlarni qo'yib qo'yilgan, yangi balonlar. Tonirovkaga necha oylik ruxsatnomasi bor? 6 oy ruxsati bo'lsa kerak. Avtomobilimizning ichki mexanizmlari ham juda yaxshi holatda. Avtomobilimizning ichkari mexanizm bilan ham tanishib chiqamiz. Ichkari holati ham ideal holatda, yangi akkumulyatorlar taqilgan, o'rnatilgan. Mashinamiz mana o'zining 1.6 motorlari takkoy turibdi okalar. Avtomobilimiz probek jihatdan 27 ming juda zo'r holatda, orqa old o'rindiqlarni ko'rishingiz mumkin. Holati ideal holatda, почти yangidek. Kolonkalar yangi holati, apshipkalar tinnu. Mashinamizni tekshirtirib olishingiz mumkin. Yiliga nisbatan juda zo'r, yili ham 2023. Sizni albatta qoniqtiradigan mashina. 3-pozitsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda turibdi. Mashinamizda bundan tashqari yangi holatdagi gaz ballonlari bor. 4-pokoleniya metan gazlari tanishib chiqamiz. Ideal holatdagi ushbu avtomashinani Uzabekars'dan eng arzon narxlarda 14.600 ga xarid qiling va yaxshi kunlaringizda haydang. Keyingi avtomobilimiz 2024-yil va hozirgi paytda trend bo'layotgan qora Cobalt. 2024-yil ideal holatdagi best probek mashinamiz haqida tashqari tomondan ham, ichkari tomondan ham tanishib chiqishingiz mumkin. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q, toza. Axir best probek o'z nomi bilan. Orqa old o'rindiqlari yangi holatda. Mashina skromniy, takoy va hozirda bozorda ham talab kuchaygan va qora rangi trend bo'layotgan 2025 ning eng trend ranglaridan hisoblanadigan Cobalt avtomobiliga. Avtomobilimizda 4-pokoleniya gazlari bor, mashinamiz minishga tayyor holatda. Albatta ushbu mashinani barter xizmatlarimizdan foydalanib ham eski mashinangizni yangisiga almashtirib olsangiz bo'laveradi okalar. Uzabekars'dan keyingi legendarniy avtomobil Gentra 3-pozitsiya. Atigi 5 ming yurgan 2023-yil holati ideal holatdagi mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Avtomobilni tekshirtirib olishingiz mumkin. Почти salon holatda. Yangi 4 ta yumshoq balonlar, diskali balonlar taqilgan, holati ideal. Ushbu mashinamiz Uzabekars tomonidan eng arzon narxlarda 15.200 ga xarid qiling va yaxshi kunlaringizdan haydang. Ha, aytgancha biz Cobalt'ning narxini aytmadik, bir bora ko'rsatib o'tdik. Cobalt'ning narxi siz uchun 12 mingga taqdim etadi. 12 mingga juda zo'r narxda okalar. Mashinamiz holati ichkari tomondan ham, tashqari tomondan ideal holatda. Axir почти best probek 5000 km yurgan mashina. Bilamizki 2023-2024 da trend bo'lgan avtomashinamiz hozir yana arzonlashgan holatda. Ko'rasiz, bu narxlar utilizatsiya elektromobillarga qo'shilgandan keyin sun'iy ravishda ko'tarilish ehtimoli bor okalar. Unda tezroq shoshiling, soqqani oling, keling, bosing. Oka, sizda 50% puli bo'lsa, berib yuboraveramiz. Mashina ideal holatda minishga tayyor. Uzabekars'dan eng arzon narxlarda 15.200 ga xarid qiling va yaxshi kunlaringizda haydang. Holati tiniq. Keyingi avtomobilimiz Uzabekars'dan sizlar uchun Darkmon Blue avtomobillar, rangi o'zgacha. Ya'ni 2025 da bu rang ham trend bo'layotgan ranglardan. Mashinamiz holati ideal, tonirovkalarga ruxsatnomasi bor. 3-pozitsiya Euro 2023-yil holati ideal holatdagi mashina. Avtomobilimiz bilan tanishib chiqilishinglar mumkin. Tonirovkalari haqida o'zi gapirib o'tdim. 4 ta yangi va yumshoq holatdagi balonlari. Mashinamizni orqa qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Gaz yo'q, lekin gaz o'rnatib olsangiz bo'ladi. Bagaj qismlari kengina, zapaskalari siljimagan joyda turibdi. Mashinamiz ham почти best probek desa bo'ladi, chunki Gentraga nisbatan 5000 bu juda past holatda, yangidek degan gap. Mashinamiz ichkari salon holati bilan ham tanishib chiqamiz. Orqa old o'rindiqlari yangidek ideal holatda.
Mashinamizni tashqari tomondan ham, ichkari tomondan ham ko'rdingiz. Orqa old o'rindiqlari yangi, chunki aytdim-ku, 5000 probeg bu yangi degani pashti. Mashinamizni kolonkalari holati ideal holatda. Mashinamiz 5000 yurgan, bildingiz, mana 98 trenddagi o'sha putlari. Avtomat Original qimmatidan poliglar solib qo'yilgan. O'zabakarsan eng arzon narxlarda ushbu mashinamizni 13800 ga xarid qiling va maza qilib haydang. Keyingi avtomobil oq rangli Gentra avtomobilimiz. Holati ideal holatda, kuzovi tinnu 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Gerb lobovoylar qilingan, Magigar putlari bor. Mashinamiz minishga tayyor, eng muhimi xarajatsiz holatda 3-pozitsiya, luklari bor, avtomat. Mashinamizni ichkari holati bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin. Orqa old o'rindiqlari yangidek, tiniq holatda. Malibu 2 rollar taqilgan, sababi Gentra, lekin Malibuni kayfini bera oladi. Mashinamizni orqa old o'rindiqlarini ko'rishingiz mumkin. Holati ideal holatda. 4 eshigimizda shumkalar qilingan, navorotkalar qilingan. Mashinamizni kolonkalari ham eng zo'ridan. Okalar, ushbu mashinani O'zabakar'dan sizlar eng arzon narxlarda 11800 ga xarid qiling va yaxshi kunlaringizda haydang. Mashinamizda 108000 probegi bor. Avtomobilimizda propan gazlari bor. Minishga tayyor, xarajatsiz, gazni bosing okalar, shoshiling. Bunday narxda bunday mashina topish ayni vaqtda qiyin. Keyingi avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal, kraskasi toza, Cobalt avtomobili. Mashinamiz avtomat, 3-pozitsiya, 4 ta yangi va yaxshi holatdagi diskali balonlar taqilgan. Ichkari salon holatini ham ko'rishingiz mumkin. Probeg 25000, orqa old o'rindiqlariga chixolat taqilgan, poliglar solingan. Mashinamiz minishga tayyor holatda O'zabakar siz uchun eng arzon narxlarda 11000 ga taqdim etadi. Tan gazlari bor, 4-pokoleniya, minishga tayyor holatda, eng muhimi xarajatsiz. Keyingi avtomobilimiz Delfin rangdagi 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mashinamiz holati juda zo'r holatda, 4 ta yaxshi holatdagi balonlari, ichkari mexanizmi ham juda zo'r holat. Ichkari mexanizmni ham ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlar yangida. 16 voltli o'zini motorlari juda zo'r holatda. Mashinamiz ichkari salon holati bilan ham tanishib chiqamiz. Orqa old o'rindiqlari yaxshi holatda, chixolat taqilgan. Mashinamiz atigi 350 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Atigi deganimiz sababi yilga nisbatan bu probeg juda zo'r holatda. Avtomashinamizdan gazlari bor, ichkari mexanizm bilan ham tanishib chiqdingiz. Tashqari tomon, ichkari tomondan albatta kamchiligi bor, 30% kraskasi bor. Albatta narxiga arziydi. Narxi O'zabakar tomonidan eng arzon narxlarda siz uchun 7000 ga taqdim etamiz. 2018 ga 2019-yil Gentra avtomashinamizni ko'rishingiz mumkin. Ichkari mexanizmlari yaltillab turibdi. Mashinamizni tashqari tomondan kraskasi yo'q, toza holatda, 4 ta yaxshi holatdagi balonlarini ko'rishingiz mumkin. Ichkari salon holatini ko'rib turibsiz. Orqa old o'rindiqlarga chixollar taqilgan, kardinal poliglar solingan. Mashinamiz minishga tayyor holatda, eng muhimi xarajatsiz. Avtomobilimizda gazlari bor. Assalomu alaykum. Mashinamiz 2018 ga 2019. Kraskasi yo'q. Avtomobilimizni bo'lishini aytaymi? 9800 ga beramiz. Ko'rib turibsiz, xaridorlar ham so'rayapti, ya'ni e'tiborsiz qoldirmayapti mashina. E'tibor markazidagi ushbu avtomobilimizni shoshiling. O'zabakar'dan eng arzon narxlarda xaridorga aytgandek, bo'lish narxi 9800. Barter, halol nasiya savdo barchasi bor. Bunday takliflarni bozorda ko'rmaysiz. Ikkinchi videomiz bozor haqida bo'lasiz. Bozordagi narxlar va takliflar bilan bizning narxlar bilan takliflarni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Keyingi avtomobilimiz legendarniy avtomashinalardan biri. Bora-bora nostalgiyaga aylanayotgan mashinamiz Nexia 1. Holati ideal holatda. Mashinamiz necha foiz kraskasi bor? 40%. Mashinamizda 40% kraskasi bor. Aytavering. Mashinamizda 40% kraskasi bor. Probegi 400 mingcha yurib qo'ygan. 4 ta yaxshi balonlari, chixolat taqilgan. Mashina puliga nisbatan arziydi. Mashinamizning narxi bo'lishi 2600 ga sizlar uchun ushbu mashinani beramiz. 2600 ga bunday mashinani topish qiyin. Mashinamiz orqa qismini ham ko'rishingiz mumkin. Gazlari bor. Mashina minishga tayyor holatda, eng muhimi xarajati yo'q. Keyingi mashinamiz 2009 ga 2010-yil Nexia 2 legendarniy mashinamiz. Mana shu faqat krilo qismida kraskasi bor, qolgan joylari toza holatda.
Mashinamizni tekshirtirib olishingiz mumkin. Ichkari mexanizmlarini ham ko'rishingiz mumkin. Tili xatda mana. Ichkari mexanizmlari yaltillab turibdi, holati ideal. Ushbu mashinamiz ichkari salon holati bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin. Ichkari salon holatlari, orqa old o'rindiqlari holati yaxshi. Probegi 300 mingcha yurib qo'ygan mashinamizni Uzbekistan ushbu mashinamizni eng arzon narxlarda 4100 ga xarid qiling va yaxshi kunlaringizda haydang. Ha, aytgancha mashinamizda gazi bor.